Toshkent Moskva yo'nalishimiz bo'yicha yoki Toshkent Moskva avtobus deb yozsangiz jonli efirlarimiz chiqib keladi. Yozamiz, aktiv qatnashamiz. Ekranga ham like tugmalarini bosib qo'yishni unutmaymiz. Go'zalga gapirsam ham shunaqalar bormi? Gapirib ko'ring. Efirda. Yozamiz va aktiv qatnashamiz azizlar. Xalqaro reyslar bo'yicha savollaringizni yozib qoldiringlar. Toshkent avtovokzalimizdan jo'nab ketadi reyslarimiz. Davlat tomonidan qo'yilgan ishonchli avtobus reyslarimiz. Bemalol ketishinglar mumkin. O'zlaringiz bilan 50-60 kilogrammgacha bo'lgan yuklarni ham olib ketishinglar mumkin bo'ladi. Buning uchun esa qo'shimcha haq to'lanmaydi.